Hojdog'i yo'q, lekin o'rdaklarda o jig'ildonni ko'rsanglar to'ldirib turibdi. Mana shu yerda o'zlari yemish topib, yeb tirikchiligini qilib yurishgan. Mana bu yerda buni ola bulasini ko'rsatayım, mana ola bulasini. O'zingizlarda, uyingizlarda atrofidan bitta joy bo'lsa, mana shunaqa joy qilib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Hojdog'imizdan albatta bu biznesni boshlash uchun nimalar qilish kerak, hammasini so'rab o'tamiz. Imенно dokument ishlarini hammasini so'rab o'tamiz, qadrli obunachilar. Mashina jo'jasi, bir dona jo'jasi 35 mingdan dedi. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Biz bugun Andijonga kelganmiz. Qadrdonlar, bundan 1,5 oy oldin Zo'r bo'yida biznes qilish sirlarini ozgina bo'lsa sizlarga yoritib bergandik. Mana 1,5 oy o'tdi. Ko'rishinglar mumkin, hojdog'imiz ashuni aytdi. O'rdakni bolalardan olib kelaman deganda, bolalardan olib keldi, faqat tashqariga chiqarmabdi. O'shalarni hozir birgalikda ko'rib o'tamiz. Qadrdonlar, bizi kanalda yangilar bo'lsa, obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa foydali biznesga oid videolarni tez-tezda chiqarib turamiz. O'shuning uchun kanalga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Bizneslar yuryapti-ku, mana o'rdaklar maylarga kirib, chiqib yuribdi. Endi mashaga ishonsanglar, xoh ishoninglar, xoh ishonmanglar, akalar, bir 15 martacha kelib ketdim-da. Hech hojdog' bilan mayda egasi bilan duch kelmadik. Endi ashpaytda o'zidan so'raganimda bemalol kelib video syomka qilaverasiz deb shunaqa deganda, hozir o'tib o'rdaklarni, g'ozlarni, tovuqlar ham bor bu yerda, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Qani kelaveringlarchi. Kanalda yangilar bo'lsa albatta obuna bo'lib qo'yinglar, ham bo'lsa videoga bitta like tugmasini bosib qo'yinglar. Mayda eshitdim, endi o'zim ham shu parandaga qiziqaman. Bolalari ham bor ekan, qadrli obunachilar. Bolalaridan ham olib kelibdi. Lekin xudo xolasa mana shu yerda hojdog'ani ushlasam, bir vaqtimiz birga to'g'ri kelib qolsa, kelganda, hojdog'im kelganda, mana eshitinglar. Mana bolalar. Pa. G'ozlar. Mana. Tovuqlar, Andijon qora tovuqlari. Bu yerda o'rdaklar mana. Hojdog'i yo'q, lekin o'rdaklarda o jig'ildonni ko'rsanglar to'ldirib turibdi. Mana shu yerda o'zlari yemish topib, yeb tirikchiligini qilib yurishgan. Mana bu yerda buni ola bulasini ko'rsatayim, mana ola bulasini. Jig'ildonni to'ldirib turibdi mana. Nargi oqlarni ham xullas yaxshi o'sish bor, qadrli obunachilar. Sizlarga ham tavsiya qilaman, agar mana shunaqa Zo'rda bo'yida o'ralmagan joy bo'lsa, ko'rsanglar, o'ylab yurgan bo'lsanglar, mana shunaqa joydan bitta o'zingizlarda, uyingizlarda atrofidan bitta joy bo'lsa, mana shunaqa joy qilib qo'yishingizni tavsiya qilaman. O'rdaklar bilasizlar, suvda yuradi, g'ozlar ham suvda o'zini yemishlarini topib yuraveradi. Bunga qanaqa ovqat berish kerak desanglar, pamoylar ham bo'laveradi. Oshxonalardan chiqqan pamoylar yeyoradi bu o'rdaklar. Bitta qaynatib turib, mana shu hojdog'im ham aytgan, bitta qaynatib turib, ozgina kepak qo'shib turib beryapman. Yaxshi bo'lyapti deb shunaqa degandi. Menga mana joy ham qilib qo'ygan shekilli. Ko'rsatib qo'ying. O, yerda bitta tovuq qolib ketibdi, o'tolmayapti. O, narigi betda. Kimdadir qanaqadir qiziqarli savollar bo'lsa, yozib qoldirsanglar kommentariyada. Xudo xolasa keyingi videolarda bu biznesni boshlash uchun nimalar, qanaqa dokumentlar qilish kerak, nimalar qilish kerak, shular haqida hojdog'imni ushab, albatta sizlar uchun, sizlar endi kommentariyada like'larni ko'proq bosib tursanglar, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa hojdog'imizdan albatta bu biznesni boshlash uchun nimalar qilish kerak, hammasini so'rab o'tamiz. Imенно dokument ishlarini hammasini so'rab o'tamiz, qadrli obunachilar. O'rdaklarni ko'ringlar, tovuqlarni ko'ringlar. Mayda induk ham bor ekan, induk. Ana u. Pis deb qo'yadi. Mashina jo'jasi, bir dona jo'jasi 35 mingdan dedi. Qadrli obunachilar, mana imенно mana uni. Bir dona jo'jasini 1 kunlikmi, yo'q, 10 kunlik atrofidagi jo'jasini 35 ming dedi. Andijon qora shahzodasi deydi ekan. O'zi aslida qora shahzoda ekan uni nomi. Juda ko'pchilik Andijon qora shahzodasi deydi ekan. Asha Andijon qora shahzodani ham 10 kunlik jo'jasini narxi 35 ming dedi. Yaqinda reklama qildim. 35 mingdan umuman kami yo'q ekan. Uje pastda sotib yubordi ham shekilli. Kommentariyada ko'pchilik odam so'kyapti. Kommentariyada yozib telefon qilsanglar,
telefoninglarga javob bera olmagan bo'lsa, qanaqadir bir biron joyda ishi bordir, zarur ishi bordir, odammiz, hammamizni ham endi ishimiz bo'ladi. O'shaqa har xil bir xil kommentariyalar yozmanglar, telefonda olmasanglar, birdaniga olmasanglar, shuni videoga kirib turib kommentariyasiga bu yuplos ekan, operis ekan, mashinaga ekan deb sразу hali tez qaror chiqarmanglar. Oldin bir 3-4 marta telefon qilib ko'ringlar. Bir marta telefon qildinglar, 1-2 soatdan keyin yana bir marta telefon qilib ko'ringlar. Xullas shunaqa. Mayli, sog' salomat bo'linglar. Kommentariyada albatta sizlar savolinglarni kutib qolaman. Layklarni ham bosib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.